navbatdagi ishimiz. Ushbu xonadonimizni elektr montaj ishlarini qilyapmiz. Qo'chqoch kabellarimiz 3,5 ming. Bunisi 2,1,5. Bu chiroqlarga, освещенияларga, rozetka glавныйлariga 3,5 mingimiz kabellarni ishlatyapmiz. Oshxona hovlisi. Dalagan podсветкаga ishlangan kukunimiz uchun rozetka, yoritgich, rozetkalar, rozetka vitishkaga kirib yo'ldan ko'chaga chiqib darvozamiz uchun bu yerda darvozaga, ko'chani освещенияsiga va domofonga kabellar chiqarib qo'yganmiz. Kimga shunaqa elektrika xizmatlari, barcha turdagi quyosh panellari ko'rsatish kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishimizni sifatli qilib, xohlasa chiroyli qilib